Qizlar, qarang, muxlis hozir bitta narsa qilsak-da, mana bu yubka, ba'zi yubkada hamma narsa bilan tushadi, lekin mana bu veshelkada hech bir ko'rinmaydi chiroyli. O'shaning uchun hozir bitta mana shu yubkani basicga qaysi kiyimlar bilan obzor qilish mumkinligini ko'rsatib bermoqchiman. Hamma narsa faqat basicdan bo'ladi. Endi sumka, obuvdan tashqari, mana bu o'ziniki. Hozir kiyib ko'rsataman, lekin mana bu ko'rinish ham menimcha juda ham chiroyli. Qarang qanaqa. Orqayoq bu koftamizdan bor, o'zi alohida sotilyapti. Bu kofta yubkamizdan ham bor. Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz sizlarga zo'r yangiligim bor. Qizlar, ko'rib turganlaringdek, basicki har bitta yubkasi bilan mana shuncha obraz. Bu ikkinchi obraz. Hali bundan keyin ham ko'rsataman, qancha narsa qilish mumkin. Prosta kelganingizda bitta narsaga qaramasdan kiyim tanlayotganlaringizda e'tibor beringlar. Biza shu narsaga juda ham muhim deb qarayman. Ya'ni bitta narsamiz basicga ikkinchi narsasiga tushishi kerak. Ya'ni mana bu kiyib turgan koftam mana bu yubka bilan yoki mana bu koftam mana bu yubkam bilan hamma narsa bir-biriga tushadi, bir-birini to'ldiradi. Bu ikkinchi obraz. Bu bizda o'tgan yildan chiqqan, bu yerda bitta qolgan ekan. Boshqa filiallarimizda bormi, yo'qmi so'rab ko'ringlar, lekin o'zimga eng yoqqan koftalardan biri. Orqasini ko'ryapsan? Orqa yopiq. Mana futbolka 300 ming so'm turadi. Mana shu futbolka bilan ham qarang qanaqa zo'r ko'rindi. Bunga faqat sumka. Faqat kablukni endi yechamiz. Bu yoqqa tapchika kerak. Iloji bo'lsa mana bu rangda bo'lsa, qanaqa chiroyli kundalik kiyim bo'ldi. Ochiq plashatka, fikrlaringni yozinglar, nima kiymoqchisizlar kuzda, qanaqa kiyimlarni yana obzor qilib ko'rsataylik. Xullas, sizlardan kelib chiqib hammasi, chunki bilasizlar, 40 yoshdan oshgan ayollarga kiyim topish o'zi muammo. Mana bu oxirgi obraz o'zini radnoy bilan kiydim, ya'ni o'sha koftasi o'zini komplektda chiqqan yubkasi bilan. Bitta rangi mana shunaqa chiroyli turadi. Mana bu rang morskoy briz deyiladi, juda ham topilmaydigan chiroyli rang. Bu endi meni sevimli rangim. Hamma kiyimim shunaqa rangda samon bo'ladi. Va sizga aytmoqchi bo'lgan yangiligim, juma aksiyasiga mana shu libosni ko'rib turgan komplektlaringizni hammasini narxini tushirdik. Asli narxi 1 million. Hozir xarid qilsangiz 600 ming so'mdan. Qaysi obraz yarashgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, izohlarda belgilab qo'ying.